Endi hozir bitta usulni ko'rsataman sizlarga. Bu zo'r maslahat sizlarga tekinga aytaman. Bitta like bosib turasizlar. Mana shular olib tashalinadi. Chunki amal mashinaga ketib qoladi. Nima deyapti? Mana muskat uzum. Ko'k yashil payvandni bitta minus tarafi bor ekan. Yechib ko'rsataman sizlarga. Qadrdonlar, hammaga assalomu alaykum. Video sarlavhasidan ko'rishlaring mumkin. Payvand qilganimni o'tgan safar videolarini qo'ygan edim. Xudo xolasa bugun o'sha kuni payvand qilingan kuni 19-aprel edi. Hozir videoda ko'rdim qachon olinganini, 19-aprel kuni olingan ekan. Xo'p, bugun 2025-yil 5-may sanasi. Xudo xolasa oradan qanchasidan bo'ladi? 16 kun, 15 kun, 16 kun vaqt o'tdi. Hozir men qilingan payvandlarda sizlarga hozir natijalarni ko'rsataman. Qanaqa qilib payvand qilinsa samaraliroq ushab ketishi nimasan bo'ladi? Prosenti ko'proq bo'ladi. Shuni hozir sizlarga batafsil tushuntirib o'taman. Endi har bir ish, har bir narsa Allohdan sababini qilib yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi, xudo xolasa. Azizlar, bitta like bosib, mana shu videoda bir 10 mingta like qilaylik. Sizlarga xudo xolasa zo'r videolar chiqaraman, xudo xolasa bundan buyog'iga. Hozir ko'rsataman sizlarga. Azizlar, mana o'sha payvand qilgan kunim mana shularda video qilib chiqarganman. Buni nima qilib turish kerak payvand qilgandan keyin? Hozir olib qo'yib ham aytlarni sizlarga ko'rsataman deb. Mana bunaqalar chiqqanlarni mana ularda olib turiladi. Bor quvvat, kuch mana shunga sarflanadi. Mana payvand. Buni eslatib o'taman, ko'kka qora payvand. O'tgan yilgi novdani olib qo'yilgan, bu yil mana yangi chiqargan ko'kiga payvand qilingan. Mana bunaqa chiqarayotganlarni olib turiladi. Mana endi natijasini ko'rsataman. Mana bular kurtdagi nihoyatda ham bir kichkina edi. Mana bu hozir chiqaraman deb turibdi, xudo xolasa. Mana unga o'xshab chiqib qoladi-da bu yonlardan. Shularni olib, mana shunga kuchni sarflaydigan qilib, boshqa hammasini olib tashlash kerak. Xo'p, yana qatlar gulayamiz. Mana gulayamiz. Mana bu ham yoraman deb turibdi mana. Bunaqa maydalarni olib tashlash kerak. Bular o'zimiz uchun yangi sortlardan, Tojikistondan kelgan sortlardan o'zim uchun ulab qo'ygandim. Bu yil qoralar meva berish ehtimoli ko'p deb. Mana, ko'ryaptimi? Mana shular Xudo xolasa Allohning izni bilan mana oldi. Bular o'zimizni mahalliy uzumlarga boshqa yangi uzumlarni ulaganman mana. Bilasizlarmi, hozir bundan ham ko'ra zo'r natijalarga erishganmiz. Naryoqda boshqa sortlarda ularni ham ko'rsataman. Xo'p, azizlar, qaranglar. Bu yerda payvand qilinganini ko'ryapsizlarmi? Bitta kurtayni o'zi ochiq qolgan xolos. Iloji bo'lsa hozir borku, video davomida tomosha qilib tursalaring, yana ham bitta samarali zo'r yo'li bor. Bir ukamiz, qadrdonimiz aytganida, tushdan qilib ulaganman. Ag'larini mana u mana ochiq turibdi. Ochiq havoda turibdi demoqchiman mana. Faqat polni strechlangan. Namlik chiqib ketmasligi uchun, namli suv qochib qolmasligi uchun mana polni strechlangan. Mashinalar bir-biriga birikib, kavush chiqarib, birikib ketadi, xudo xolasa. Hop, azizlar, mana kaltakka ulaganman mana. Bularni bunaqa chiqarib qopti mana, bachkilarni. Bularni olib tashlash kerak. Payvand qilingandan keyin. Sizlarga aytib o'tganimdek, biz o'zimiz uchun ulaganmiz. Buni pastroq, nari tarafroqqa ham ulasa bo'ladi. Lekin o'zim mashitni ma'qul ko'rib, mashitga ulaganman. Mana shular olib tashalinadi. Chunki amal mashinaga ketib qoladi. Mana buni ham nimalarni oldim, hozir olib tashladim. Qaranglar, bitta narsani sizlarga tushuntirmoqchi bo'lyapman bu yerda. Mana hozircha ko'rsatgan yo'q nishonasini. Buni Ahmad bersalaring shunday mana optoda turibdi bu. Ulangancha tepasi bilan strechlangan. Tepasidan nam chiqmasligi uchun strechlab qo'yganmiz. Endi hozir bitta usulni ko'rsataman sizlarga. Bu zo'r maslahat sizlarga tekinga aytaman. Bitta like bosib. Ahamiyat beringlar. Mana nima qanday turibdi bu mana. Mana tagidagi barga o'ziga soya qilish uchun qilingan. Hozir mana yechib ko'rsataman sizlarga. Qanday ichiladi mana. Buni payvand qilgandan keyin o'zini birinchi yonidagi bargda mana ko'ryapsizlarmi? Bu qora kaltak yangi novdaga ulangan. Buni hozir ochdim. Qaytarib hozir bekitib qo'yaman. Buni nima foydasi bor? Nimaga bunaqa qilingan desalaring,
Mana barg bor-ku, barg mana uni salqin qilib turadi. Hali issiqdan saqlab qandaydir hozir naryoqda videoda oldinda ko'rgan bo'lsalaring, sizlarga ko'rsatdim. O'zim u barg o'ralmagan. Mana ishlamay turibdi. Bir xil ulagan, o'sha kuni ulaganman bularni. Mana buni natijasini ko'ringlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu o'zi barg yozyapti, xudo xolasa. Kamdan kami bitta ikkita ushlamabdi. Ular ham ko'ylab olish mumkin. Men ularni ham shunaqa qilib ulaganman. Mana shu ko'ylabdim, ko'rinmadi. Xullas qo'lim yetmay qoldi. Eng muhimi mana shu bargda o'ziga bunday qilib o'rab qo'yish kerak. Buni umuman ziyoni yo'q. Foyda bo'lsa foydaki, zarari yo'q mana. Ko'ryapsizlarmi? Xudo xolasa mashlar, mana shular meva beradi, xudo xolasa bu yil. Nishona ko'rsatadi. Mevalarni ham, nishonalarni ham sizlarga ko'rsatib boraman. Yil davomida, xudo xolasa. Ko'rlaymi? Mana shu samarali yo'l. Payvand qiladiganlar, payvand qilib yurganlar ham bilmaganlarga dars deydimi, qanday saboqmi shunaqa. Xullas. O, naryoqda ham mana hali kexolarni ulaganman. O'shalarni ham hozir ko'rsataman. Xo'p, azizlar mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu baklar chiqib qopti. Mana bunaqa bo'lib, mana shularni olib tashlayapman. Bu nima deyapti? Mana muskat uzum. Bu Ararat muskat mana. Ulaganman, Tojikistondan kelgan, ko'kka qora. Buni usti ochiq, lekin samarali, xudo xolasa. Bu muskat uzumlar yaxshi olar ekan o'zi. Ko'rasizlarmi? Mana shular xudo xolasa inshaalloh nishona beradi bu yil. Qaranglar mana. O'zi 10 kunda bildirar ekan. 10 kunda bildirar ekan. Bularga shu 15-16 kun bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar? Iloji boricha yaqinroq olyapman. O'zi eng samaralisi shu ko'kka qorani payvand qilish. Qaranglar, juda chiroyli. O'zim avvali mehnatimdan rosa xursand bo'lib turibman. Va xolasa hamada shunaqa bo'lsin ilohim. Mana buni boshqa nimalari yo'q, mana olib turamiz. Shulardan kelgan kaltak eski zanga yangi chiqarganiga ulaganman mana. Bu yoqdagi endi hozir kexo, bu yoqdan maytlarda kexo ulaganman. Hozir buni bitta nimani ko'k yashil payvandni bitta minus tarafi bor ekan. Mana azizlar, qaranglar, men uchi qurib qoldi mana. Lekin mana o'lgan yo'q. Qurib qolibdi nimagacha. Usti ochiq edi buni bak bilan o'ralmagan edi. Mana shu ikkovi shunaqa bo'libdi. Mana bu ham shunaqa bo'lgan. Hozir shaqqa jildirib shotini ko'rsataman sizlarga. Qorani qanaqa effekti, yashilda effekti qanaqa bo'ladi. Mana videomiz davom etadi. Mana bu kexoda qora kaltagi. Bundan ham chiqarganlar bor, bularni ham olib tashlayman. Mana polni bag'lariga jo'llar. Mana shu bitta ketgan nodaga mana nega kelgan? Ashinga ikkita ulaganman. Mana hozir ko'rsataman. Bunisi qaranglar. Natijani kexo. Bu nimaga ulaganimni aytmabman. Bu rizamat ota bu. O'zimizning mahalliy rizamat uzum. Payvandga bu ham yaxshi bo'ladi. Ko'rlaymi? Mashlar xudo xolasa meva beradi. Xo'p. Qani bundan davomi. Mana bunisi ham chiqaryapti mana. Effekt bor. Bu ham qora, chiroyli qilib payvand qilingan, havo kirmaydigan qilib, xudo xolasa nishona berdi shular. Bu ham qora ekan. Yashil payvand emas ekan, qora payvand ekan. Mana yashil payvandimiz bu nozik bo'ladi. Nihoyatda shu bay bilan o'rashlarni tavsiya qilaman. Mana yonidagi bay bilan o'zim o'raganman, o'ramaganlarim ham bor-da. O'sha o'ralmaganlar ko'pi. Issiqda bu yil 2025-yil juda bahor issiq keldi. Hozir juda havo qirg'idan o'tib ketyapti. Mana yana qora payvand bu ham. Qaranglar. Bu ham bak chiqardi, xolasa ko'kladi. Nima tagidanglar olib tashlayman.
Shunaqa qilib o'zlaringga payvand qilib olsalaring ham bo'laveradi, bilmaganlar. Mashinalar birikib ketadi, salafanlarni ham hali ochayotgan paytimda sizlarga video qilib ko'rsataman. Mashina yashil nurda bo'lganman, bu olishdan olmasligi aniqroq bo'lib turibdi. Hozir yana u naryoqda chiroyli bo'lib qolganlari bor. Ularni ham ko'rsataman. Mana bu ko'kka ko'k payvand ekan bu. Mana. Kexo. Bu ham xudo xolasa oldi. Asha ko'kka ko'k payvand qilganda eslaringdan chiqmasin, mana bu bargini qo'shib bunday qilib o'raylar. Chunki ko'k payvand juda nozik bo'ladi. Eslaringdan chiqmasin, shuni ham eslatib o'tib ketaman. Ko'kka ko'k rizomatga kexo ulangan. Hozir yana bitta kitob oldim, o'shalarni ham ko'rsataman sizlarga. Boshqa uzumga ulaganman. Bu mana bu boshqa uzum. Rizomatdan boshqa o'pka uzum bo'ladi-ku o'zimizda. Mana bu ham baykni ichiga uraganman, o'na nishonasi. Bu ham kexo ulangan. Ko'rasizlarmi? Mana baykni orasida varankani ichida turaveradi mana. To bu kaltay surib zo'r bo'lib ko'tarilib qolganda, keyin bu baykni olib tashlaymiz mana. Ko'rasizlarmi? Azizlar, bitta like bosish esdan chiqmasin. Mana shu videoda kanalda rivoji uchun bitta like bosib ommalashtiramiz mana shu videolarni, Alloh xolasa. Bilmaganlar oddiy shunchaki ulasangiz ham bo'laveradigan ish. O'zingiz uchun ulab olaverasiz. Hozir yana ishda ko'rsataman. Mana bu ham kexo. Muskat uzumlar o'z bargidan bilinadi mana. Oq qirovga o'xshab. Bu qora payvand bu. Buni ham naqalarni olib turamiz. Olib chiroyli qilib tarbiyalaymiz, bor quvvat shunga ketadi. Hop, azizlar, ko'kka ko'k payvandimiz juda kam ushabdi. Mana u ko'kka ko'k mana. Bu xudo xolasa avji yaxshi. Ko'k. Mana bu ko'kka qora mana bu mana. Qora payvandlar xudo xolasa 90%, 85% olgan. Mana bu tarafda ham. Mana. Juda chiroyli xudo xolasa mashina. Ularni olib tashlaymiz hozir. Mana shu yerda yana bitta bor, o'shani ko'rsatib qo'ysam videomiz tugaydi xudo xolasa. Mana. Ko'kka qora bu ham. Bunga ikkita ulangan, ikkovi ham olgan mana. Bitta nurda ketgan mana. Bitta mayk ulaganman mana. Bitta bu taraf ulaganman. Ikkovi ham xudo xolasa effekt yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Azizlar, kanalga obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'lib ketamiz. Shunaqa foydali, yaxshi videolar bizda xudo xolasa ko'p bo'ladi. Bizda hozir ko'chatlar ham bor. Yangi ko'chatlar, o'shalar sotuvda. Avatar va boshqa sortlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.